Assalomu alaykum akalar, opalar. Iltimos qilamiz shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana shu ro'za Ramazon oyida iltimos qilib qolaman. Mana shu er-xotinni ko'ryapsizlar. Farzandi 12 kun bo'ldi tug'ilgan, hali qo'liga olib bir marta ushlab ko'rgan yo'q. Iltimos qilamiz shu bir norasida gudak uchun ro'za Ramazon oyida shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Sening nima bo'ldi farzandingiz? Tug'ilganiga 12 kun bo'ldi. Bir marta bag'rimga qo'yishgan, tamom. Kislorod tagiga o'tibdi balashqaga. Operatsiyasi uchun pul kerak, 1.457.000 so'rashyapti. Topilib kelib bermasak operatsiya qilishmaydi. Shuning uchun yordamlaringiz kerak akajon. Nechta farzandingiz bor? Birinchisi 8 yilga bir marta go'daklik bo'ldi. 8 yil kutib endi farzandli bo'ldilar. Akalar, opalar, 8 yil bu farzand kutilgan farzand. 8 yil bu farzand ajrab ketmay oila yashab, endi birinchi farzandi shunaqangi bo'lgan. Eringiz nima ish qiladi? Erim kartoshkaga ishlaydi. Puli yetmaydi, kvartiraga, patentga, registratsiyaga topshiradi. Akalar, opalar, bular Tojikistonning Hisor shahridan. Ayollari o'zbekchani biladi, turmush o'rtoqlari o'zbekchani yaxshi bilmaydi. Mana savol beramiz, o'zlaring eshitib ko'ringlar. Akajon, chishdagi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Farruh Sherchagovdagi akajon. Maqsadki 12 روز میشه ما کودک داتای کشلارود خوای Farruh Sherchagovdagi sum بیاره اپراتسیا میکنیم، نه بیاره اپراتسیا نمیکنیم. شما خودتون چیکار میکنید؟ ما خدمت دا سخی کارتوشکا گروچکی مکا کارتوشکا بور میکنم. مقصد اولی که موقع خوبم نیست، خیلی جالب نمیکنم. مقصد پاتنت دامتیم، رجیستراسیا دامتیم، کوارتیرا دامتیم. آدمایی که مثال خطیولوشون زندگی کردستن میدونن چه شرایط وضعی نمیرسه. از اولی که سر به سر میشه و شما خواهش میکنم که مقصد دستگیری کنیم. بچه‌ها سوق سلامت به دست میگیرم. Akalar, opalar, kartochka piyoz ortadi, guruchuk. O'zlaring bilasizlar, oilaviy bitta Moskvada yashash qiyinligini. Topgan puli kvartiraga yeb ichishga shunga ketadi. 1.470.000 pul so'ragan doktorlar. Pulni olib kelmasang, operatsiya qilmaymiz deyishgan. Iltimos qilaman, mana shu ro'za Ramazon oyida mana shu 12 kunlik chaqaloq uchun yordam beraylik. Shularning birinchi farzandi 8 yil farzandlik kutganda bular. 8 yil kutgan farzand hozir to'g'risi komada yotibdi. Kimni qo'lidan kelsa imkoniyati bo'lsa iltimos qilaman har birlaringdan. Bular Tojikistonning Hisor shahridan. Sening yana biron gapingiz bormi? Apajonlar yordam beringlar, birinchi farzandim 8 yilga bir go'daklik bo'ldi. Iltimoslardan yordam qilinglar. Mana farzandimni qo'limga olgim keladi, iltimoslardan. Apajonlarim yordam qilinglar. Mana farzandimni qo'limga olgim keladi. Har kun ko'rgani boraman burniga shilan, yuraklarim ezilib ketadi. Yordam beringlar akajonlarim, Akalar, opalar, hamma narsani o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib turibsiz. Iltimos qilamiz mana shu norasida gudak uchun. Men uchun emas. Kim shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, iloji boricha like bosib tarqatinglar. Har xil videoga ham like bosib tarqatasizlar. Shunaqangi qiynalgan, mana shunaqa kasallarga like bosib tarqataylik. Iltimos qilamiz. Sening birontalaringda karta bormi? Tinkoff bilan Sberbank bor. Qaysi nomerga ulangan? 931 29 79 66. Mana shu nomer eringizning nomerimi? Akalar, opalar, mana shu bir nomer aytamiz, turmush o'rtoqlarining kartasi. +7 931 299 79 66. Nomaton chime bo'ladi aka? Azizbek Shodiyev chiqadi, Sberbank ham bor, Tinkoff ham bor. Kimni qo'lidan kelsa Alloh yo'lida savob uchun imkoniyati yo'q akalarimiz ko'rib turgan bo'lsalaring shu videoni like bosib tarqatib ketinglar. Har birlaringdan iltimos qilaman. Qo'llaringdan kelgancha men uchun yoki ota-onasi uchun emas, mana shu norasida gudak uchun. Hammalaringdan iltimos qilaman. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.